Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Men bugun Shoha Beluchiga makiyaj uchun keldim. Bugun ham juda ham hayotimdagi bir unutilmas kunlardan biri. Pijama party xullas. Shu sababli birinchi marta Shoha Beluchiga keldim. Nimaga bunaqa tavakkal qilish desanglar, men har doim bo'yanib yuraman, rahmat katta. Har doim bo'yanib yurgan qizlarga ozgina o'zgarish, ochilish, boshqacharoq bo'pti degan narsani eshitish qiyinroq bo'ladi, bilasizlar. Men hamma meykapchilarning ishlarini qarab chiqdim. Juda ham ko'pchiligining ishi menga yoqdi va ular orasida bitta ikkita modellarni juda ham o'zgartirganlari uchun haqiqatdan boshqacha bir kutilmagan makiyaj bo'lib chiqqani uchun men shularni tanladim. Hozir endi menimcha meni ham boshqacha qilib, chiroyli qilib o'zgartirib bersalar kerak.